Dunyoning eng zo'r o'yinchilaridan biri hisoblangan Ronaldo har doim o'zining qilganlari bilan butun dunyoni e'tibor markazida turadi. Minadigan mashinalari, yashash tarzi va o'ynayotgan futboli bilan hammani og'zini ochib qo'yadigan futbolning mega yulduzi hisoblangan Ronaldoni o'tmishda xotinboz deb ayblashadi. Bugungi videomizda hozirda Jorjina Rodriges bilan birga bo'lgan Ronaldoni o'tmishda nima uchun xotinboz deyishlariga sabab bo'lgan 10 ta eng mashhur sevgi ertaklarini ko'rsatamiz. Videoni boshlashdan oldin shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, videomizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. O'z davrining eng mashhur tennischilaridan biri hisoblangan Mariya Sharapova 2006-yili Ronaldo bilan bir oy davom etgan sevgi romanlarini yozishgandi. Hind kinosining eng mashhur va eng go'zallaridan biri hisoblangan Bipasha Basu bir vaqtlar Ronaldoni sevgilisi edi. 2000-yil boshlangan bu sevgi qissasi 4-5 kun o'tmasidan o'z nihoyasiga yetgandi. Dunyoga mashhur film aktrisalaridan biri bo'lgan bu opamiz portugaliyalik yulduzni sevgililari ro'yxatidan joy ola bilgan. Luana Belletti bilan Cristiano Ronaldo 2009-yili bor yo'g'i bir oy davom etgan yaqinlikda bo'lgandilar. Bularning birgalikdagi rasmlari dunyo bo'ylab tarqalgandi va anchagina shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. ...2008-yili Ronaldo bilan Letizia Filippini sevgi qissalari butun dunyoning e'tiborida bo'ldi. Sababi Ronaldoni bu birinchi xiyonati edi. Chunki Ronaldo o'sha vaqtlarda Merida Calazo bilan birgalikda edi. ...2010-yili o'z davrining eng go'zallaridan biri bo'lgan Imogen Thomas Ronaldoni sevgilisi edi. Thomas o'sha vaqtlarda Angliya televideniyasining mashhur ko'rsatuvlaridan birini boshlovchisi ham edi. Italiyalik qo'shiqchi, aktrisa va shou yulduzi hisoblangan Raffaella Fico ham Ronaldoni ishqiy romanlari yozilgan kitobidan joy ola bilgan qizlardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda Raffaelloni Mario Balotellidan bir farzandi bor ekanligini ham ta'kidlab o'tib ketishni o'zimga joiz deb bildim. Braziliyalik model Andressa Orange Ronaldoni balki Irina Shayk bilan bo'lgan sevgisini tugashiga sabab bo'lgan ayol bo'lib tarixga kirdi. Chunki ikkisini qissasi o'rtaga chiqqanida Ronaldo Irina Shayk bilan birga juftlik edilar. Hozir bu ko'pchilikni unchalik qiziqtirmasa-da, o'sha vaqtlarda internet olamini larzaga solgandi. Reggae Boshdan ayrilgan Kim Kardashian Ispaniyaning Mallorkasiga ta'til uchun ketgandi. O yerda bir klubda Ronaldo bilan tanishib qoladi va Ronaldo birinchi bo'lib klubni tark etadi. Orqasidan esa Kim Kardashian tezlik bilan makondan uzoqlashadi. Bu ishlari anchagina gap so'zlarga sabab bo'lgandi o'sha vaqtlarda. Balki Ronaldoning eng uzun birgalikda bo'lgan sevgililaridan biri bu Irina Shayk bo'lsa kerak. 5 yil davomida birga bo'lgan bu juftlik 2015-yili sevgi qissalariga yakun berdilar. Irina hozirda Bradley Cooper bilan birga ekanligi aytilmoqda. Ronaldo bo'lsa Jorjina Rodrigesga uylanmoqchiligi haqida gap so'zlar tarqalmoqda. Do'stlar, sizningcha Ronaldo Jorjina Rodrigesga uylanadimi? Shu haqida sharhlarda izoh qoldiring. Doimo sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha